10 millionni agar siz o'zingizni rivojlanishingizga, aqliy salohiyatingizni, ilmiy bilimlaringizni rivojlantirishga sarflasangiz, o 10 million sizga 100 million bo'lib qaytadi. Eng yaxshi investitsiya ilmga qilingan investitsiya. Tushunarlimi? Hayotingizda agar birinchi topgan pulingizlarga nima biznes qilishim kerak desanglar, birinchi kitobga biznes qilinglar. Ya'ni kitob olib o'qishga, ustoz tutib ilm olishlikka. Mana IT texnologiya deyapti bitta ukamiz, to'g'ri. Bitta ukamiz restoran deyapti. Savol: restoran ochmoqchisiz. Restoranni qanaqa qilib yurg'izasiz? U sizga bilim kerakmi? Kerak. Siz pulni tikib qo'ysangiz, u sizni tikkan pulingiz o'zini oqlamasa, demak ayb sizda bo'ladi. Nimaga sizda bo'ladi? To'g'ri yo'naltirmaganingiz uchun. IT texnologiyaga biznes qilish kerak. Qanaqa qilib biznes qilinadi? Ilm orqali qilinadi, to'g'rimi?